Qadrli talabalar, bugungi darsimizni boshlaymiz. Mana bugun Room database'ni ko'rib chiqishimiz kerak, ya'ni kichik turdagi jadvallardagi ma'lumotlarni saqlash uchun Androidda mana shu Room degan kutubxona bor. O'zi Android ilovalarini ishlab chiqishda ma'lumotlardan samarali foydalanishda moslashuvchan va yuqori yuklamali dasturlar yaratish uchun juda muhim bo'ladi. Ma'lumotlarni qurilma xotirasida saqlashning bir nechta xil usullari bo'ladi Androidda. Ko'p miqdordagi ma'lumotlarni jadval ko'rinishida saqlash uchun SQLite nomli database bor. Mana shundan foydalanish kerak. Lekin to'g'ri boshqarish qiyin bo'ladi uni. Shu payt bizga Room database nomli bitta kutubxona yordamga keladi. Room database bu Androidning Jetpack arxitekturasining bir qismi va u SQLite ustiga qurilgan. Ya'ni bizga moslashtirib berilgan. Room database'ni kutubxona sifatida qo'shamiz loyihamizga va u bizga SQLite bilan ishlash imkoniyatini beradi. Xo'p, quyida biz ko'rib chiqamiz Room database yordamida CRUD amallarini, ya'ni create yaratish, read o'qish, update yangilash va delete o'chirish. Mana endi Room bu ORM kutubxonasi hisoblanadi, ya'ni Object Relation Mapping. Ya'ni bizda obyektlar bilan ishlaydigan kutubxona hisoblanadi. Xo'p, birinchi navbatda biz loyihamizga Roomni qo'shib olishimiz kerak. Bu kutubxonasini qayerdan olamiz? Xo'p, Google'ga Android Room database desak, bizga chiqib keladi. Xo'p, developer.android.com saytidagi ma'lumotlardan foydalansak yaxshi bo'ladi. Va biza e'tibor beringlar. Mana bu saytga kiramiz. Mana Room haqidagi dokumentatsiyasi bor. Shu yerda olsak yaxshi, versiyasiga ham e'tibor bergan bo'lamiz shunda. Demak, birinchi navbatda biz buni qo'shib olishimiz kerak kutubxonani. Faqat bizga mana bu KSP degan narsasi ham kerak bo'ladi. KSP ni birinchi navbatda qo'shib olishimiz kerak. Xo'p, buni mana e'tibor bering. Yozib qo'yilgan bu yerda. Bootcradle KTS faylga, modul faylga kirib yozib qo'yishlaringiz kerak bo'ladi. Xo'sh. Demak, modul faylga kelib turib, mana bu joyiga qo'shishimiz kerak. Mana shu ko'rinishda. Xo'sh. Lekin buni o'qib olish uchun biz birinchi project qismiga kelib turib, mana bu joyiga ham qo'shib olishimiz kerak buni. Bu qanaqa ko'rinishda bo'ladi? ID deymiz. Mana shu yerdagi narsani olib tashlaymiz. Bu yerga tashlaymiz. Va versionni hozircha 2, 3, 4 deb qo'ysak bo'ladi. Apply deymiz va false. Xuddi yuqoridagi kabi. Mana bu yerda yozilgani kabi false deb qo'yamiz. Bizda KPC degan narsani ishlatish uchun bu kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerda KPC buni versiyasini ko'rsatish shart emas endi, chunki bu yoqda biz ko'rsatib qo'ydik. Bitta sinxron qilib yuboramiz. Va endi bir yo'la loyihamizga view bindingni ulab ketishimiz kerak. Android bo'limining ichiga bo'lardi bu. O'tgan darslarda ham ko'p ko'rsatamiz buni. View binding enabled thing true qilib qo'yamiz.
eskicha usul deydi. Android yangi versiyalarda bu ishlamay qolishi mumkin. Shuning uchun yaxshisi build features bilan qila qolaylik. Build features view binding teng true. Mana shuni qo'llaymiz. Yana bitta signal qilib yuboramiz va pastda endi kutubxonalarni mana bu yerdan qo'shsak bo'ladi. Bizga demak room compiler kerak bo'ladi. Mana bu qismdan birinchi bu capsini olishimiz kerak edi. Mana bilan mamnun bosib ko'radigan bo'lsak, bu kerak emas. Hozir biza qo'shgan qismimiz bor mana. Birinchi demak top leveldagisi, ya'ni yuqori qismiga mana bu narsani qo'shasiz deb qo'ygan. Biza qo'shdik va mana model levelga kelib turib, mana bunisi project level. Mana bu narsa aytilgandi mana va model levelga kelib turib, bu qismi ham aytib o'tilgan mana qo'shib qo'yish. Va CSP'ni ham qo'shib qo'y deb aytilgan. CSP mana bu yerda ham aytilgan bo'lsa kerak bu. Mana qo'shib qo'yilgan. Bu yerdan room versiyasini olamiz. Loyihamizga qo'shib qo'yaveramiz. Hop. Va CSP'ni olamiz. CSP. Qo'shamiz va bizga annotation processor ham kerak bo'ladi. Va bizga yana KTX ham kerak bo'ladi. Mana bu yerda yozib qo'yilgan hammasi nima uchun kerakligi, demak Java so'zini ishlatish uchun kerak. Bu yangilangan Capit bo'lardi oldin, hozir KSP bo'lgan, shuning uchun shuni ishlatishimiz kerak. Ya'ni Kotlin symbol processing bo'ladi. Kerak bo'ladi bizga va coroutine foydalanish uchun KTX ham kerak bo'ladi. Va hozircha minimal uchun bizga shular yetarli bo'ladi. Agar biz RX Java ishlatmoqchi bo'lsak, mana bu kutubxona, RX Java 3 ni ishlatmoqchi bo'lsak bu yoki yana Go degan kutubxonachalarni ishlatmoqchi bo'lsak yoki testing qilmoqchi bo'lsak yoki paging ishlatmoqchi bo'lsak, bizga mana bu qismlar ham kerak bo'ladi. Hozircha bizga mana shu uchala narsasi yetarli bo'ladi. Yana bir marta signal tugmachasini bosamiz va loyihamizga room kutubxonasi ulandi desak bo'ladi. Endi loyihamizni yurgizishni boshlasak bo'ladi. Demak, birinchi navbatda bizga entity degan narsa kerak bo'ladi. Entity bu jadval degani. Ya'ni ORM dedik biza, o'sha Kotlin'dagi data classni avtomatik o'zi table'ga aylantirib beradi. Class nomini table name'ga aylantiradi, class maydonlarini, ya'ni xususiyatlarini o'sha table'ning ustunlariga aylantirib beradi. Demak, mana bu yerda birinchi bo'lib biza bitta userlar jadvalini qilishga harakat qilaylik. Bitta Kotlin class data class yaratamiz. Buning nomini user deb qo'yamiz. Userni demak user id'si bo'ladi. Bu int turida bo'ladi. Boshlanish qiymatini 0 deb qo'yamiz. Va userni first name bo'ladi. Bu string bo'lishi kerak. Bu bo'sh bo'lishi ham mumkin. Keyin buni last name bo'ladi. Bu ham string bo'ladi. Bu ham bo'sh bo'lishi mumkin. Va userni yoshi bo'lsin. Bu int turiga tegishli bo'ladi. Bu ham bo'sh bo'laversin, mayli. Va endi buni biz roomga table sifatida tanishtirib qo'yishimiz uchun biz mana bu yerga annotatsiyadan foydalanishimiz kerak. Entity degan mana roomning ichidan kelyapti, e'tibor bersangiz. Va endi maydonlariga ham table name'larini berib chiqishimiz kerak. Ya'ni ustunlarini nomlarini berishimiz kerak. Birinchi ID bizga primary key bo'lishi kerak. Ya'ni asosiy kalit sifatida berilishi kerak va avtomatik auto generated true bo'lishi kerak.
ya'ni avtomatik sanab borilishi kerak. 0 dan boshlab o'zi 1 ni qo'shib ketaveradi. Va ikkinchi maydonga ham column info ko'rinishida biza nom berib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Name degan atributi bor. Bu yerga name berib qo'yamiz. Shu name'ni, first name'ni mana bu yerga tag chiziq bilan berib qo'yamiz. Mana odatda table'da ustunlar nomi mana shunaqa ko'rinishda tag chiziq bilan berilishi kerak. Xuddi shu narsani last name yuqori qismiga ham berib qo'yamiz. Last name. Age ga ham beramiz. Voy. Column info name age deb qo'yamiz bo'ldi. Mana bu biza annotatsiyalar yordamida room database ga mana shu data classimiz table ekanligini tanishtirib qo'ydik, ko'rsatib. Va endi bu userlar bilan aloqa qilish uchun, ya'ni oldi berdi yo create, edit qilish uchun bizga bitta DAO class kerak bo'ladi. Ya'ni DAO degani data access object ni qisqartma shakli. Ya'ni ma'lumotga bog'lanadigan obyekt deb tarjima qilsak bo'ladi. Buning uchun bizga bitta interface ko'rinishidagi user DAO nomli class kerak bo'ladi. Interface tanlab qo'yamiz. Buni user DAO deymiz. E'tibor beringlar, bizda user table bo'lganligi uchun user DAO bo'lyapti. O'sha ismi jismiga mos qilib har xil nom berib ketaversalaringiz bo'ladi. Umuman olganda nomning ahamiyati yo'q bu yerda. Ishlash oson bo'lishi uchun user DAO deb qo'ysak yaxshi bo'ladi. Buni ham roomga tanishtirib qo'yishimiz kerak, DAO interface ekanligini shu ko'rinishda. Va endi buni ichida interface bo'lgandan keyin bo'sh metodlar bo'lishi kerak. Ya'ni biz database bilan nima ish qilmoqchi bo'lgan metodlarimiz barchasini shu yerga yozib qo'yishimiz kerak. Misol uchun bizda userlar ro'yxatidan barcha userlarni olmoqchi bo'lsak, bitta funksiya yaratib qo'yamiz. Get all nomli funksiya yaratamiz. Buni list qaytarsin deymiz, ya'ni userlar listini. Va buni room uchun esa annotatsiya yozamiz yana. Query, ya'ni query database ga so'rov yuboradigan query'sini mana shu yerga yozib qo'yamiz. Select, mana e'tibor bering, rangi o'zgaryapti. Select yulduzcha from user. Xo'p, bizda hozir e'tibor bergan bo'lsalaringiz, table'imiz nomi ham user bo'ladi. Mana bu yerda ham table name'ni user deb qo'ysak bo'ladi. Va mana shu user mana kontrolni bosadigan bo'lsam, mana shu yerga keltiradi. Ya'ni user davomida taniyapti bu. Bizni yozgan query'miz. Demak, select all from user, ya'ni user table'dan barcha userlarni olib kel degan funksiyani yozib qo'ydik biz. Biza Kotlin kodimizda mana bu interface'ni implementatsiya qilib get all funksiyasini chaqirgan paytimizda bizga mana bu query ishga tushib olib keladi ma'lumotlar. Mana bu database ekanligini ko'rsatib turibdi. Bosib inspektorni ochib ko'rsak bo'ladi. Xo'sh, turli xil metodlarni yozsa bo'ladi. Misol uchun aytaylik, oddiygina insert metodini yozaylik. Function insert deb yozsak, buni ichiga user keladi deylik. Mana endi buni biz roomga yana tanishtirib qo'yishimiz kerak. Buni o'sha insert annotatsiyasi orqali insert funksiya ekanligini ko'rsatib qo'yamiz. On conflict degan funksiyasi bor. Bu yerga on conflict strategy replace deymiz. Ya'ni agar insert, ya'ni add qilayotgan paytda table'ga muammo yuzaga kelib qolsa, ya'ni takrorlanib qolsa, o'shani replace qilib qo'yadigan buyruqni qo'shib qo'ydik insert qilayotgan paytda. Buni update ham ishlatsa bo'ladi. Va endi delete ni yozib qo'yaylik. O'chirish ham mumkin bo'lsin. Xo'sh, function deymiz. Delete deymiz. Bu yerga bizga user keladi.
user o'sha kelgan userni o'chirib tashlaymiz. Delete deb qo'ysak o'zi yetarli bo'ladi. Shu userni oladi, depildan o'chirib yuboradi. Turli xil funksiyalarni o'zimiz yozsak ham bo'ladi. Misol uchun find by name deb qo'yaylik. Find by name, ya'ni name orqali userni topish vazifasi berilgan bo'lsin. First name string keladi, virgul first name va last name orqali qidirish mumkin bo'lsin va bizga bu user qaytarib bersin. Va buni endi queriesini yozishimiz kerak bo'ladi. Queries demak quyidagicha bo'ladi. Select, xo'sh, yulduzcha deymiz. From user table'dan, ya'ni qayerdaki, endi where so'rovni yozamiz. Xuddi o'sha SQL so'rovlarga bir xil ketadi. First name, mana e'tibor bering, o'zi taklif qilyapti. First name like deymiz. Xo'p, mana bu yerda 2 nuqta qo'yib turib yozsak o'zi topib kelishi kerak. First name ga. Xo'sh, and deymiz. Shu bilan birgalikda last name ga deymiz. Last name bo'yicha ham qidiruv bersak o'xshashi kerak. Xo'sh, last name like 2 nuqtacha last name deymiz. Mana bu last name, bu funksiyadan kelgan last name, bu last name, tabledagi last name. Last name mana shu last name ga like bo'lganlarini, ya'ni o'xshash bo'lganlarini bizga limit bir xil qaytarsin. Ya'ni bittasini qaytarsin deylik. Mana bitta userni qaytaradi shunda. Mana xuddi SQL so'rovini yozib qo'ydik. Mana shu query'ni ishlatib bizga userni topib beradi. Hozircha shu funksiyalar yetarli bizga. Ya'ni bu yerda qarang nima ish bo'ladi. Insert annotatsiyasini qo'ygan paytimizda ma'lumotlar bazasi yangi ma'lumotlarni kiritish uchun ishlatiladi. Query esa maxsus SQL so'rovlari. Bu holatda misol uchun ID bo'yicha userni olish ham mumkin. Find by ID bitta funksiya yozib qo'ysa ham bo'ladi. Update, misol uchun jadvaldagi qatorni yangilaydi. Delete annotatsiyasi o'chiradi. Bizda hozir update ni mana buni ichiga tiqib yubordik. O'zi insert qilsak update qiladigan holatga kelib qoldi. Hop, endi database klassimizni yaratib olishimiz kerak. Ya'ni bizda loyihamizda database klass bo'lishi kerak. Mana shu klassga da'volarni e'lon qilib, bir nechta da'vo bo'lishi mumkin. User bilan bog'liq da'vo bo'lishi mumkin, settings bilan bog'liq da'vo bo'lishi mumkin. O'sha da'volarni mana shu database ga e'lon qilib turib va main activity da shu database dan turib murojaat qilib ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni database ni e'lon qilib olishimiz kerak bizga. Bitta Kotlin class fayl yaratamiz. Bu yerga userga bog'langanligi uchun user database deb qo'yamiz. Buni abstract qilib qo'yamiz. Abstract bu yerdan belgilab bo'lmaysiz ekan. Abstract class deb qo'yamiz mana bu yerdan. Bu bizga room database ni qaytarish kerak. Va endi buni roomga tanishtirib qo'yamiz. Buni ham database ekanligini aytib qo'yamiz. Va buni ichiga entitylarni qo'shib qo'yishimiz kerak. Mana entities deymiz u array ko'rinishida. Entitylar nechta entity bo'lsa, shuni ko'rishimiz kerak. Bizda hozir bitta entity bor, u ham bo'lsa user entity. Xo'p, keyin database'imizning versiyasi bo'lishi kerak. Versiyasi hozir 1. Misol uchun struktura o'zgargan paytda buni 2 xil o'zgartirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Keyin mana bu yerga endi biz o'sha abstract funksiyamizni
chaqirib qo'yamiz. Ya'ni user down. Biz funksiya ko'rinishida o'sha interfeysimizni chaqirib olamiz bu yerga. Mana down e'lon qilib qo'ydik. Va endi istalgan qismdan mana shu user databasedan obyekt olib har safar yaratib o'tirmaslik uchun bitta companion objektga mana shu yerdan user databasedan obyekt olib qo'yamiz. Ya'ni bir marta e'lon qilib ko'p marta ishlatish uchun biz buni static, ya'ni global o'zgaruvchi sifatida e'lon qilib qo'yamiz. Kotlinda bu narsa companion obyekt bilan amalga oshiriladi. Ya'ni mana shu klassni bu barcha obyekt olib o'tirmasdan user database nuqta deb murojaat qilish uchun imkoniyat yaratib beradi. Mana shu companion obyekt, ya'ni static global o'zgaruvchilarni e'lon qilinadi shu ko'rinishda. Birinchi navbatda bizga bitta private ko'rinishida instance degan bitta o'zgaruvchi olaylik. Bu narsa bizga mana shu databasemizning instance hisoblansin. Ya'ni obyekt, takrorlanmas obyekt. User database ham olingan bo'lsa, bu bo'sh bo'lishi mumkin boshida, boshlang'ich qiymati null bo'lsin. Bu doim o'zgaruvchi bo'lishi uchun var qilib qo'yamiz. Hozir buni aniqlab olamiz endi. Va bitta funksiya yozib qo'yamiz. Get instance degan funksiya bo'ladi bu. Va u bizga user database ni qaytarib berish kerak. Endi biz bunga return mana shu instance ni qaytaramiz. Ikki nuqtacha qilib qo'yaylik. Mana e'tibor bering. Bizda hozir instance null bo'lib turibdi. Biz buni endi bitta tekshirib olishimiz kerak. If deymiz. Mana shu instance teng null bo'lsa, biz uni yaratib yuboramiz. Aks holda o'sha yaratilgan bo'ladi, u null bo'lmasa, allaqachon demak o'sha borni uzatib yuboramiz. Bu bir marta e'lon qilib, ko'p marta ishlatish imkoniyatini beradi. Instance nullga teng bo'lsa, shu instance ni biz teng deymiz. Runni o'zini e'lon qilib yuboramiz, ya'ni yaratib yuboramiz. Database builder bor buni. Shu builder bo'yicha yaratib ketaveramiz. Builderda demak bizda kontekst kerak bo'lar ekan. Kontekstni biz funksiyaga mana bu ko'rinishda bitta o'zgaruvchi sifatida berib yuboramiz va shu yerga shu kontekstni nuqta application kontekstini berib yuboramiz. Ikkinchi o'zgaruvchisi class name bo'lishi kerak, ya'ni bizni o'sha hozirgi user database klassimiz bo'lishi kerak. Mana va keyingi control pane olsak, biz bu yerga bizga ko'rsatib beradi. Name bo'lishi kerak, database name. Bizda hozir user db deb qo'ysak bo'ladi, database ni farqi yo'q. Bo'ldi. Va endi buni oxirida build qilishimiz kerak. Bu bizda istalgan threadda, ya'ni main activity'da chaqirib ishlatishimiz uchun bizga mana bu qismi ham muhim bo'ladi. Allow main thread queries, ya'ni main threadda ham ishlatish mumkin bo'lsin degan kodni yozib qo'yamiz. Katta loyihalarda bu ishlatilmaydi, hali bizning kichik bo'lgani uchun ishlatsak bo'ladi, lekin keyinchalik mavzularda biz buni ko'rib o'tamiz, boshqa xil yo'llarini. Hozir shu qism bilan ishlatib ko'rishga harakat qilamiz. Va bu siklga tushib qolmasligi uchun bu funksiyamiz buni synchronize qilib qo'yamiz. Bo'ldi mana. Ya'ni keladi, agar instance nullga teng bo'lsa, yaratadi. Agar yaratilgan bo'lsa, ya'ni nullga teng bo'lmasa, eski instanceni berib yuboradi. Qayta-qayta yaratib o'tirmaydi. Xo'p, database klassimiz tayyor holatga keldi. Endi biz UI bilan ishlasak bo'ladi.
UI'mizni demak activity mainga nima bo'lishi kerak? Demak, bitta recycle view, bitta fab qo'yamiz, ya'ni floating action button. Buning uchun birinchi navbatda recycler view'ni itemini yaratib olishimiz kerak. Resource papkasining ichiga layout ichiga new layout resource file qilamiz. Itemni faylini yaratib olishimiz kerak. Item user nomli bitta XML fayl yaratib olamiz. Bu boshlang'ich material card view bo'la qolsin. Material card view deylikchi, card material card view bo'laversin. Okey. Tushunarli bo'lyapti, umid qilaman. Hozir recycler view uchun harakatdamiz. Bosimni yopib qo'ya qolaylik. Bosim bizga to'liq ko'rinib tursin. Xo'p, endi material card view demak balandligi wrap content bo'laversin. Xo'p, layout margini 8 dp bo'lsin. Corner radiusi 12 dp bo'lsin. Ana endi buni ichida bitta constraint layout qilib olaylik. Constraint layout. Xo'p, buni ham match parent wrap content deymiz. Ichiga endi obyektlarimizni joylashtiramiz. Ya'ni text view, first name, last name va o'zgartirish va o'chirish tugmalari bo'lishi kerak. Bitta text view joylashtiraman. Xo'p, demak with wrap content, height wrap content bo'lishi kerak. Buni id'si tv full name chiqarib qo'yamiz bu yerga. Xo'p, full name chiqaramiz, keyin yoshini chiqaramiz. Xo'p, endi bu yerda start to start parent deymiz, end to end parent deymiz. Va text size ni 18 sp deb qo'yamiz. Va text color ni black deb qo'yamiz. Xo'p, vaqtinchalik text attributiga upname ni qo'yib qo'yamiz. Va endi top to topga ham parent qilib qo'yamiz. Ctrl Alt ni bosamiz va bu bizga yaratildi. Buni ikkita qilib olamiz. Xo'sh, bunisi age bo'ladi. Mana buni tv age deymiz. Bizini 0 deb qo'ysak ham bo'ladi. O'zi egallab oladi polni. Mana bunisiga ham. Xo'sh, buni endi top to bottom off qilib qo'yishimiz kerak. Mana bu qismini top bottom deymiz va bu yerga tv full name ko'rsatib qo'yamiz. Tv full name pastiga tursin deymiz buni. Xo'p, vizini buni ham 0 deb qo'yamiz. Shu ko'rinishda turadi. Xo'p, buni text size biroz kichikroq bo'laversin. 12 bo'lib tursin. Xo'sh, endi buni pastidan esa ikkita tugma qo'yamiz. Ya'ni mana bu qismdan biqinidan qo'yishimiz kerak. Bular bizga image view ko'rinishda bo'lsin. Image view deymiz. Xo'p, o'lchamlari taxminan 32 dp. Bunisini ham 32 dp deb qo'yamiz. Xo'sh, id beramiz bitta bunga. Button edit deb. Ya'ni o'zgartiradigan tugmacha bo'lsin bu. Xo'p. Endi buni
birinchi delete bo'la qolsin, chetga delete tursin. Delete deymiz. Endi buni end to end parent qilib qo'yamiz. Xo'p. Top to top parent, bottom to bottom parent deymiz. Mana shu ko'rinishda bo'lsin. Bunga endi bitta source degan atributiga delete degan tugmacha kerak. Buni biza econer.app degan saytdan olsak bo'ladi. Delete deb yozamiz. Bizaga ana trash chiqadi. Buni copy emas, download qilib olsak bo'ladi. Bu saytni ham o'rganib olinglar, yaxshi sayt. Xo'p. Bu qayerga tushdi? Demak, downloadsga tushibdi. Xo'p, endi biza buni svg qilib qo'shib olishimiz kerak. Drawable ichiga new vector asset local file va mana bu yerdan downloads ichidan trashni tanlaymiz. Okay. Va o'lchamini 32 qilib qo'yaveramiz. IC delete deb qo'yamiz uning nomini. Finish. Ana endi bu yerga delete ni chaqirsak bo'ladi. Delete bizaga hozir aniq bo'lmay turibdi. Sababi bu yerda saytdan yuklab olganligimiz uchun bu ranglanmagan bo'ladi. Ctrl Alt L bosamiz, mana bu ko'rinishga keladi va e'tibor bersalaringiz, mana stroke colorda current color deb qo'yibdi. Buni biza xohlagan rangimizga o'zgartirib olaveramiz. Hozircha buni qizil rang berib qo'yamiz. Delete bo'lganligi uchun. Mana shu rangni copy qilib olamiz va hamma joyiga qo'yib chiqamiz. Mana bu current color degan joyga. Istagan rangga berishimiz uchun bizga shunaqa ko'rinishda current color qilib bergan buni. Mana endi qaytadigan bo'lsak, bu yerda bizga ko'rinib turadi mana. Ajoyib. Xo'p, endi bu bizga biroz yopishib qolmasligi uchun mana bu yerga constraint layoutga bitta padding berib yuboramiz. Taxminan 16 db yetadi. Shu ko'rinishda bo'laveradi. Xo'p, endi delete bo'ldi, bizga edit button ham kerak bo'ladi. Bunga sariq bo'lib turibdi. Content descriptionga app name ni qo'yib yuboramiz. Xo'p, buni endi duplicate qilamiz. Bunisini birinchida turganini edit qilamiz. Edit deymiz. Va buni endi xo'p, end to end to start qilamiz va bu yerga yozamizki button delete deb. End to start. Bu yetarilib ketdi. Bu button delete. Tushunarli. Ctrl Alt qilib olaylikchi. End to start delete. To'g'ri, endi joyiga tushdi. Bu biroz orqaga qolgan ekan. Preview shuning uchun shunaqa bo'lib qoldi. Endi buni ikonkachasini almashtirib qo'yamiz editga. Bu yerdan editni qidirib beramiz. Edit bizga mana shu ruchkacha qo'ysak bo'ladi. Mana bunisi bo'laversin. Downloadsga tushibdi yana. Yana uni drawable'ga qo'shib olamiz. New vector asset editni tanlaymiz. Okay. Va bizga buni nomini berishimiz kerak. IC edit deymiz. O'lchami ham 32 bo'laversin. Next. Finish. Mana bunisiga endi editni tanlab qo'yamiz. Va edit ham ko'rsatilmayapti, sababi bu yerda rang berilmagan. Bitta Ctrl Alt L bosamiz va mana bu yerda shu yerga
qilib rangni o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Mana shu yashil rang bo'laveradi. Bu yerda mana redni green и blue. Mana shu ko'rinishda yashil bo'laversin. Edit buttonchamiz. Xo'p. Bu yerga ham tayyor holatga keldi. Buni faqat birozgina itarib qo'yishimiz kerak chaproqqa. Buning uchun layout margin end atributidan foydalanib turib, misol uchun 16 dp ga itaramiz. Mana bu ko'rinishga keladi keyin. Buni biroz balandroq qilib qo'ysak yaxshi bo'lar ekan. Burada itemimiz tayyor bo'ldi. Endi buning uchun bitta user adapter yaratib olaman. Bu Recycler View mavzusi. Buni ko'p ham to'xtalib o'tirmasam ham bo'ladi. O'sha mavzudan ko'rib o'rganib olsalaringiz bo'ladi. Voy. Database deb qo'yamiz buni. Database emas, adashdik. User adapter deyishim kerak edi. Xayol bilan bo'lib, user database yozib qo'yamiz. Mayli. Xo'p, bizada bu demak Recycler View'dan Warsol yasaladi, uni adapteridan va bunga view holder kerak bo'ladi. Ichiga hozir bitta user adapter nuqta user view holder klassini yaratib olamiz hozir. Xo'p, bunga esa variable users list kelsin. Buni biz mutable list qilib yuboramiz. Ya'ni o'zgaruvchan list bo'laversin. Ya'ni userlar har safar o'zgargan payt o'zgarishlarni amalga oshiraveradi. Shuning uchun mutable qilib qo'yamiz. Listni o'zi bo'ladigan bo'lsa, bu immutable bo'ladi. Shuning uchun mutable qilib qo'yamiz. Va bizga delete bilan edit tugmalari uchun ham ikkita funksiya yozib qo'yamiz bu yerga. On delete deymiz. Bu bizga user keladi. O'sha userni biz unit ko'rinishda qaytarib olishimiz kerak bo'ladi. Xuddi shu narsadan yana bitta qilamiz. Bizga on edit uchun kerak bo'ladi. Unda ham user keladi, unit keladi. Bo'ldi. Va bitta view holder klassimizni yaratishimiz kerak. Xo'p, class view holder. Buni ichiga binding beraveramiz. Biz loyihaga binding ulaganmiz. Item user binding o'zi avtomatik keldi mana. Buni Recycler View'ni view holder deymiz va bu yerga binding rootni beraveramiz. Xo'sh, bu xatolik yo'qoldi. Endi Recycler View'ni xo'p, metodlari bor. Implement members qilamiz, OK qilamiz. 3 ta metodni yozib beradi bizga. Mana bu yerda mana bu qism qolib ketibdi. Xo'p. On create view holderda demak bizda yaramas buni parent qilib qo'yaylik. P0 P1 qilib qo'yibdi. Ikkinchisida view type kelardi. Voy. Bu input kelishi kerak. Hop, view holderda ichida endi bitta binding obyektini yaratib olamiz. Barobar item user binding nuqta inflate hop layout inflator from deymiz. Bu demak parent nuqta contextdan olamiz
va bu yerga ham parent deb qo'yamiz. Xo'p, virgul false deb qo'yamiz. Olmayapti ichni. Ana endi return shu binding qilib qo'ysak bo'ladi. Binding emas, user holderni binding ichiga tiqib yuborsak bo'ladi. Mana shu ko'rinishda. Bu qisqaroq ko'rinishga kelsin. Xo'sh, on bind view holder desa, nima qilamiz? Userlarni bitta userni olib, userlar ichidan user deymiz. Xo'p, mana buni ham to'g'rilab olaylik. Item countni tinchgina return users.size ni qaytarib yuboramiz. Buni shunchaki teng qilib qo'ysak ham bo'laveradi. Bu yerda esa bitta usersni ichidan positionndagisini positionni ham rasm olib qo'yibdi bu yerga. Xo'sh, buni holder deymiz, buni position deb qo'yamiz. Positiondagisini olamiz userlar ro'yxatidan va holder nuqta binding nuqta tv full name ni text attributiga mana shu userchamizni xo'sh first name ni olamiz, qo'shamiz last name ni user nuqta last name qo'shib qo'yamiz. Faqat o'rtasiga bo'sh joy bo'lsin uchun mana bunday qilamiz endi buni. Xo'sh, dollarcha belgisidan foydalanamiz. Formatli yozish bo'ladi bu. Dollarcha belgisi. Xo'sh, bo'sh joy tashlaymiz. Yana bitta dollarcha belgisi deymiz u. Mana bu yerga ham qo'yib qo'yamiz. Mana shu ko'rinishda formatli yozdik. Xo'p, xuddi shu narsa endi bizga age uchun ham kerak bo'ladi. Mana bu yerga age ni chaqiramiz va mana bu yerga yosh deb qo'yamiz bo'ldi. Mana shu yosh deydi. Endi xo'p, tugmalarning bosilish xususiyati holder nuqta binding nuqta button delete tugmasi bosilgan paytda bizada on delete ni chaqiramiz. Buni ichiga shu userchamizni berib yuboramiz. Xo'p, buni mana qilib qo'ysak qisqaroq ko'rinishga keladi va buni Ctrl D qilib button edit bosilgan paytda on edit ni chaqiramiz. Xo'p, bizada demak on bind view holder tayyor holatga keldi. Xo'p, bunisi ortiqcha alt enter. Mana tayyor bo'ldi. Xo'p, mana bu o'zi qoida jihatdan yuqorida tursin bu. Mana shu yerda tursa yaxshi bo'ladi. Xo'sh. Sho'l ko'rinishga keldi. Ctrl Alt L bosamiz, formatlanadi. Endi adapterimiz ham tayyor bo'lgandan keyin main activity ni dizayn fayliga o'tib turib, bu yerda ham biroz ishlov berib yuborishimiz kerak. Ya'ni recycler view kerak bo'ladi bizga. Recycler view. Xo'p, with match parent, high ni ham match parent qilamiz. Bunga bitta ID beramiz. rv users deb qo'yamiz nomini.
va list itemiga item userni ko'rsatib qo'yamiz. Mana bu shu ko'rinishda chiqadi demak userlar ro'yxati. Agar user bo'lsa va layout menejeriga linear layout menejerini ko'rsatib qo'yamiz. Xo'p, padding ham bo'lsin deymiz 8 db. Mana. Endi userlarni qo'shish uchun bitta bizga fab kerak bo'ladi. Floating action button qaysi biri? Floating action button deymiz. Xo'p, wrap content deymiz. Xo'sh. Bu bizga bottom to bottom parent deymiz. End to end parent deymiz. Va layout margin deymiz. 24 db deymiz. Va xo'p, content description ham sarg'ayib turmasligi uchun app name berib qo'yamiz hozircha, yoki add user deb qo'ysak ham bo'ladi. Add user. Xo'p, bu endi bu yerda sarg'ayib o'tmasligi uchun buni extract string resource qilib add user qilib qo'yamiz. Mana. Ya'ni bu bosib turgan paytda add user degan hintcha ham berib qo'yadi. Xo'sh, buni bitta o'zini default holatdagi ikonkachasi bor, shuni chaqirib qo'yishimiz kerak. Bu source compart deyilardi. Barobar ichida rashotka Android drawable slash input deymiz. Input add. Xuddi mana shu narsani hozir biz mana bu yerda ishlatishimiz ham mumkin edi. Hozir bitta sinab ko'raylikchi. Delete. Voy. Bunday emas. Item user ichidagi mana bu delete misol uchun. Mana bu qismda defaultdan ishlatsak ham yaxshi bo'lar ekan. Input delete desak qani qo'yadimi? Yo'q. Delete emas-ku. Ha, bu o'z holicha turaversin. Xullas, bizda mana tayyor holatga ham keldi. Bitta Ctrl Alt L ni bosib yuboramiz. Xo'sh. Addni qo'shdik. Bitta Ctrl Alt L qildik. Ana endi userimizni yaratishimiz, ya'ni pil sumak bosilgan paytda yaratishimiz va o'zgartirishimiz uchun ham bitta dizayn faylcha yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Biz uni dialog sifatida chaqirib olamiz. Layout ichida new layout resource file deymiz. Buni dialog user deb qo'yamiz. Bu demak bizda oddiyroq bo'laversa, vaqt olmasligi uchun linear layout qilib tanlaymiz. Linear layout. Xo'p. Orientation vertical bo'laversin. Padding'i demak 20 dp berib qo'yamiz va bu yerdan bitta edit text olamiz. Xo'p, match parent high wrap content bo'lsin. ID beramiz. ID'siga first name deymiz. Xo'p, hintga ism deb qo'yamiz. Xo'sh, buni bitta Ctrl D qilamiz. Buni last name deymiz. Xo'p, layout margin topni 8 dp deb qo'yamiz. Xo'sh, intiga familiya deb qo'yamiz. Familiya. Endi yana bitta edit text qo'yamiz.
Bu bizga age bo'la qolsin. Age. Xo'p, match parent wrap content. Xo'p, hintiga yosh deb qo'yamiz. Xo'sh, input type ni number deb qo'yamiz. Ya'ni yoshda son kiritilishi uchun. Bo'ldi, mana shu narsalar yetarli bizga. Va buni saqlash, bekor qilish tugmalarini dialog yordamida qilib yuboramiz. Buni extract string resource name qilib yozaylik. Bunisini surname deb qo'yaylik. Bunisini age deb qo'yaylik. Xo'sh, bu nima deyapti? Bu last of Philippines. Bu yana ketmadi sariq qo'yga. Type'ga farqi yo'q, nima qo'ysak ham. Bo'ldi, mana shu ikkalasi. Pastga tushiramiz, copy qilib, mana bu ogohlantirishlarni yo'q qilib yuboramiz. Loyihamiz toza bo'lsa, yana ham yaxshi bo'ladi. Input type berilgan, bunga shart emas. Mana bu joyga e'tiborlar hech narsa yo'q. Bunga e'tibor bermaymiz, orqaga qolgan. Bo'ldi. Dialog userimiz ham tayyor, activity main tayyor. Endi bizga main activityga biroz o'zgartirishlar kiritsak, shunga o'zi yetarli bo'ladi. Eng katta asosiy qismdan qutuldik. Deyarli ishni tugatdik desak ham bo'ladi. Main activityga kelamiz. Bu yerda birinchi navbatda bitta binding e'lon qilib olishimiz kerak. Private val binding. Activity main binding by lazy activity main binding inflate layout inflator. Xo'p. Endi adapterimizni e'lon qilib olishimiz kerak yoki database e'lon qilaylik. Yaxshisi birinchi private val db deb qo'yamiz. db. Xo'p, bu user database bo'lishi kerak. Buni ham by lazy qilishning sababi loyiha yaratilib bo'lgandan keyin chaqirib oladi, agar xatolik bermaydi. Xullas, user database .get instance degan funksiyani chaqirib qo'yamiz. Bu yerga esa this deb qo'yamiz. Mana shu this yaratilishidan oldin bu databaseni ishlatishga qo'ymaydi bizga. Ya'ni kechiktiruvchi bo'ladi bu. Qachonki yaratilgandan keyingina bunga imkoniyat beradi. Shuning uchun baylazer qo'yish maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi bizga recycler view uchun bitta adapter ham kerak bo'ladi. Private val adapter deymiz. Xo'p, buni ham user adapter by lazy deymiz. User adapter yaratib yuboramiz. Shu yerga bo'ldi. Bir boshlanishiga mutable list berib yuboramiz. Xo'sh, keyin on delete funksiyalari keladi bizga. Mana bu yerga user keladi deylik. Xo'sh, delete user degan bitta funksiya yaratib qo'yaman. Bunga shu userni yuboraman. Xo'p, keyin on edit chaqiraman. Bunga ham edit user degan bitta funksiyani chaqiraman. Yoki shuni biz boshida aytdik. Yaratish bilan o'zgartirishda bitta dialog chiqaramiz dedik. Shuning uchun buni bittagina show dialog funksiyasiga almashtirib qo'ysak yetarli bo'ladi. Bu yerga ham userni yuboramiz. Mana bu yerdan bitta userchani qo'yib yuboramiz. Mana shu userchani berib yuboramiz.
show dialog emas, show user dialog. Bu adashtirib qo'ydi o'zini. Show dialog degan funksiyasi ham bor ekan Androidda. Mana bu yerda agar user bo'lsa, ana show dialogda ikki xil bo'ladi. User agar mavjud bo'lsa, u on editdan kelayotgan bo'ladi. Mavjud bo'lmasa, create qilib yuboradi. Shuning uchun shu yerga shunaqa qilib qo'ydik. Bu funksiyalarni hozircha bo'sh yaratib qo'yaylik. Yoki ichini yozib yuborsak ham bo'ladi. Xo'p. Delete qilayotgan paytda, demak, bitta haqiqatdan ham o'chirishni istaysanmi degan oddiygina alertcha chiqarib qo'yamiz. Buni biz o'tgan darslarda qilganmiz. Alert dialog yordamida yaratib qo'yamiz. Builder bor buni. Xo'sh, buni this deymiz, shu yerda ishlat deymiz va bunga title beramiz. Title'ga o'chirish deb qo'yamiz. Bunga message beramiz. Siz haqiqatan ham ushbu foydalanuvchini o'chirmoqchimisiz deb savol qo'yamiz. Xo'p. Ana endi agar savol ha bo'ladigan bo'lsa, positive button qo'yamiz bitta. Tekstiga ha deb qo'yamiz. Xo'p, buni keyin funksiyalarni chaqirib qo'yamiz. Bu yerga tag chiziqchani chaqiramiz. Tag chiziqcha. Mana shu ko'rinishda buni set positive buttondan bosish xususiyatini chaqirib olardik. Xuddi shunday negative button ham bor. Set negative button. Bu yerda esa yo'q deb qo'yamiz. Va buni funksiyasiga agar bosilgan paytda null, ya'ni hech nima qilmaydi. Va oxirida alertni show qilib qo'yamiz dialogni. Endi muhim joyi, agar positive button bosilsa, ya'ni o'chirmoqchiligini tasdiqlasa user, biz buni nima qilamiz? db ni olamiz, buni ichidan user down chaqiramiz va user down ichidagi delete funksiyasini chaqiramiz. Delete esa mana bu funksiya parametrda kelgan userni chaqirib qo'yamiz. Bo'ldi. User o'chirildi. Shuning bilan o'chirilib ketadi va recycler view ga ham uni ko'rsatish uchun bitta qayta data set qilib yuborish kerak bo'ladi. Hozir bu qismini tahlab qo'yamiz. Demak, show dialogni ham yaratib qo'yamiz. Hop, user kelishi mumkin va bu user bo'sh bo'lishi ham mumkin deymiz. Buni endi biza buning uchun alert dialog chaqira olmaymiz. O'zimiz bitta nima yaratdik, design fayl, shuni chaqirib qo'yishimiz kerak. Buning uchun bindingdan foydalanib ketaveramiz. Ya'ni to'g'rirog'i alert dialog ichiga o'sha o'zimizni UI ni beramiz. Xo'p, value buni dialog binding bitta e'lon qilib olamiz. Dialog binding barobar dialog user binding bo'lishi kerak edi. Buni nomi nima edi? Xato bo'lib ketdi. Dialog bo'libdi-da bu. Dialog bo'lishi kerak. Refactor qilamiz va mana bu yerga dialog user binding chiqib keladi. Inflate deymiz, layout inflator deb qo'yamiz. Xo'sh, binding ham yaratildi. Endi bitta builderni yaratib olishimiz kerak. Builder barobar alert dialog. Mana bu narsalar endi builder bilan qilib qo'yamiz. Xullas, bunga set view kerak bo'ladi, shuning uchun shunaqa qilinadi. Xo'p, endi dialog nuqta builder deymiz. Xo'sh, bunga this deb qo'yamiz. Endi bu builderga title berib qo'yishimiz kerak. Builder nuqta title.
Xo'p, title'ga mana bunaqa deb qo'yamiz. Bitta ifcha kiritamiz. If deymiz. Mana bu kelayotgan parametrdagi user teng null bo'lsa deymiz. Buni san xo'p, null bo'lsa yangi foydalanuvchi deb qo'yamiz. Aks holda deymiz. Xo'p, tahrirlash deb qo'yamiz. Mana shunda bu title'ni vaziyatga qarab turib chiqarib beradi. Va builderni nuqta set view'siga endi bu yerda set view ishlatmagandik, default chiqadi. Mana bu yerga endi biza dialog bindingni rootini berib yuborsak bo'ladi. Xo'sh, ana endi agar user tahrirlanayotgan bo'lsa, nima qilamiz? Xo'p, o'sha userni olamiz, bo'sh bo'lishi mumkinligini qo'yib qo'yamiz. Let deymiz, ya'ni bo'sh bo'lmagan holatda bajar degan funksiya. Bu let shu paytda ishlatiladi. Xo'p, dialog binding nuqta ete first name ni set text deymiz. Xo'p, it nuqta first name deymiz. Xo'p, mana shu userning first name'ini yozib qo'ydim. Ya'ni o'zgartirilayotgan bo'lsa, srazi bizga chiqarib beradi oldingi ma'lumotlarni. Xo'p, biza buni last name deymiz. Bu yerga ham last name deymiz. Bu yerga age deymiz. Bu yerga ham age deymiz. String qilib qo'yamiz. Ya'ni bu nima qiladi? User o'zgartirilayotgan bo'lsa, eski ma'lumotlarni chiqarib qo'yadi, shularni o'zgartirib qayta saqlab yuborish uchun. Endi aytaylik, o'zgartirdi va unga bitta tugma qo'yamiz, positive button. Saqlash tugmachasi bo'ladi u. Bu yerda o'sha funksiyachalarni qo'yamiz. Dialog interfeysi bu. Bunisi esa unused var, ya'ni foydalaniladigan o'zgaruvchi deb qo'yibdi. Ishlatmaymiz uni. Xo'p, biza saqlash bo'lgan paytda endi dialog bindingdan qiymatlarni olib turib, bitta user yasab, uni database saqlab yuborishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, first name deymiz. Dialog binding nuqta ete first name nuqta textni olamiz buni. Xo'sh, nuqta toString qilib yuboramiz. Xuddi shunday. Xo'p, last name ni ham olamiz. Bu yerga ham last name qo'yamiz. Xo'p, bu yerga age ni olamiz. Ete age ni olamiz. toString qilamiz va toInt or null qo'yamiz. Xo'sh, bo'sh qilamiz. Agar haqiqatdan ham null kelsa, null qiymatini yozib qo'yamiz. Mana age ga. Intga yurishimiz sabab number qilib qo'ygandik uni. Shu uchun. Xo'p, endi bu saqlanayotgan paytda pozitiv button bilmaydi u. Ya'ni bu o'zgartirilayotgan usermi yoki yangi yaratilayotgan usermi? Shuning uchun buni bitta tekshirib olishimiz kerak. Har ehtimolga qarshi bitta new user deyman nomini va bu yerda tekshirib olaman. If deyman. Mana shu parametr sifatida kelgan user teng null bo'lsa, ya'ni bo'sh bo'ladigan bo'lsa, uni yaratib yuborish kerak bo'ladi. Mana bu yerda o'sha userni yarataman men. User deyman. Xo'p. First name deyman.
first name ga deyman. Xo'p, last name deyman. Last name ga va age deyman. Age ga mana shu ko'rinishda userni yarataman. Xo'p, aks holda bo'lsa, agar user null ga teng bo'lmasa, xo'p, o'sha userni o'zini edit qilib qo'y deyman. Ya'ni copy qilib olaman birinchi. Xo'p, first name ga qo'y. Last name ga, age ga o'zgartirib qo'y deyman. Kopisiga. Va save to db qilaman. Ya'ni database ga saqlab qo'yishim kerak. Xo'p. Buni ham bitta funksiya ichiga olib qo'yay. Shu yerni o'zi yaratib yuborsam ham bo'ladi. Yozib value deymiz. Yaxshisi bunday qilamiz. Mayli, db.user.dao.insert deymiz. Mana shu user. Berib yuboramiz. Bu userni emas, to'g'rirog'i new userni berib yuborishimiz kerak edi. Mana. Database ga saqladik. Pozitiv button bo'ldi. Endi bitta negativ buttonni ham qilib yuboramiz. Xo'sh, bu yerda bekor qilish tugmasi bo'ladi. Buni ham keyin hech narsa qilmasin bo'ladi bosilgan paytda. Yana o'sha builderni show qilib yuboramiz. Mana. Bo'ldi. Show user dialog yaxshigina bo'ldi bizda. Sababi ham tahrirlash, ham create qismi bo'ldi bizga. Mana bu qism tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. Ya'ni saqlayotgan paytda bitta new user yaratib olishimiz kerak. Ya'ni bilmaymiz biz uni, shu uchun tekshirib olamiz. User agar null bo'lsa yaratib yuboramiz, null bo'lmagan bo'lsa eskisiga copy qilib yaratib, ya'ni insert qilib yuboramiz o'shani. Copy qilib. Ya'ni kopiyasini olish kerak bo'ladi bu yerda. Eski qiymatlarni o'rniga yangi qiymatlarni yozib saqlab yuboramiz userni. Shu ko'rinishda saqladik. Mutable int bo'ldi-ku, list of bo'lishi kerak. Mana. To'g'ri bo'ldi. Adapterimiz yaratildi. Database'imiz ishlatildi va binding bilan xo'p. Mana bular funksiyalar pastroqda tursin. Konkretdan pastda. Binding bilan adapterni ishlatishimiz kerak. Bu yerda binding.root qilib qo'yamiz. Xo'sh. Bu qism yopiq turaversin. Endi birinchi navbatda binding.rv usersni adapteriga o'zimizning adapterni berib yuborishimiz kerak. Va xo'p. Binding nokta fabni id bermamizku, floating action buttonga. Endi bu activity mainga kelamiz. Bunga id beramiz. idsiga demak fab add qilib qo'yamiz nomini, idsini. Xo'p, bu ham tayyor. Bu qismlarni ham extract string resource qilib ketaylik. Nima deb qo'ysak bo'lar ekan?
full name deb qo'yamiz. Full name. Okay. Why? Context. Yaxshi qilmaymiz bu ishni. Okay. Kontekst kerak bo'lar ekan bu joyga. Kontekstni olmaymiz bu yerda. Kerak emas shu uchun. Fabet.set on klik qilgan paytda, ya'ni tugma bosilgan paytda bizda bitta yana o'sha show user dialog chaqiramiz u shunchaki null berib yuboramiz yangi yaratilayotganligi uchun. Izohni yozib qo'yaylik. Null strelga qo'yamiz u yangi qo'shish deb qo'yamiz. Bunisiga esa user kelgan paytda user edit deb qo'yamiz. Xo'sh, endi recyclerga adapterni ko'rsatib qo'ygandan keyin bitta load data qilib yuborishimiz kerak, ya'ni qiymatni yuklab yuborishimiz kerak. Create load data function deymiz. Ya'ni databasedan ma'lumotlar yuklanib recyclerga berib yuborishi kerak. Xo'sh, buni value list deymiz. Barobar dbdan olamiz. db.userdao.getAll degan funksiyasini yozib qo'ydik. O'shani chaqirib qo'yamiz va adapterga usersga mana shu listni to mutable list qilib berib yuboramiz. Var bo'lib qolgan ekan, var qilib yuboramiz buni. Bo'ldi. Va adapterni bitta notify data set change qilib yuboramiz. Bu hammasi berilmaydi. Men hozir util classni yozib o'tirmadik, shu uchun shunaqa ishlatib qo'ysak bo'ladi hozirchalikka. Xo'p. Load data funksiyamiz yozildi. Bizda user save qilingan paytda mana shu joyda bitta load data ham chaqirib yuborilishi kerak. O'zgartirilgan paytda sirazi qiymat o'zgarib turilishi uchun. Load data demak bizda olib recyclerni xullas update qilib qo'yadi. Xo'p. Bu yerda keraksiz importlarni o'chirib tashlaymiz. Yana nima bo'lishi mumkin? Notify ishlatma deyapti. Buni ham chiroyli ko'rinishga yozsang bo'lmaydimi deb aytyapti. Demak, user bo'sh bo'lsa copy qil, aks holda new yaratib yubor degan osonlashtirilgan usulni yozib berdi bizga. Endi dasturimizni bitta ishlatib ko'rsak ham bo'ladi. Kompyuterimizga qurilmani ulaymiz. Xo'p, dasturni ishga tushirib ko'ramiz. Dastur ham bo'lyapti. Xatolik yuzaga kelmagan bo'lishi kerak. Xatolik bo'lsa, ko'rib tuzatib chiqamiz. Biz xatolikdan qo'rqmaymiz. Darsimizdan 1 soatdan o'tib ketdi. Xo'p. Sizlar uyda ko'rishlaringiz uchun uni YouTube'ga ham joylashtirib qo'yaman. Mana loyiha app o'rnatildi, uni install qilib qo'yamiz.
Loyiha ishga tushyapti. Loyiha ishga tushdi. Endi bitta user qo'shib ko'ramiz. Mana bizda dialog chiqdi. Yangi foydalanuvchi deb chiqdi. Chunki edit bo'lmayapti. Misol uchun Asalbek bo'lsin, familiya Toshmatov bo'lsin. Yoshi 21. Saqlash. Mana Asalbek Toshmatov saqlandi. Yana bitta user qo'shamiz. Viable Life Tisha. Xo'p, yoshi 20 bo'lsin. Saqlash. Ismi Gulchapchap. Xo'p. Qumriyeva. Yoshi 18. Saqlash. Mana misol uchun Asalbek Toshmatov xato qilingan bo'lsin. Edit qilaylik shuni. Tahrirlash bo'lib chiqdi o'sha dialogimiz. Bu Toshmatov Eshmat edi. Xato qilgan bo'laylik. Saqlashni bossak mana Eshmat Toshmatov bo'lib o'zgardi. Yoki yoshini ham xato qilgan bo'lsak, bu 20 yosh bo'lsin, saqlab yuboramiz. Saqlanadi. Agar bekor qilishni bossak, hech narsa o'zgarmaydi. Yoki misol uchun mana shu Viable Life Tisha yoqmayapti. Buni o'chirib yuborishimiz mumkin. Yo'qni bossak o'chirmaydi, ha'ni bossak o'chiradi. Xo'p, o'chirish funksiyasida nimadir muammo bo'lganga o'xshaydi. Biz buni ko'rib chiqishimiz kerak. O'chirish, delete, qani delete user. Delete user bo'lgan paytda mana bu qismda bitta load datani chaqirmagan ekanmiz-da. O'sha esdan chiqib qolibdi yana. Load datani chaqiramiz va bitta ishga tushirib qayta ko'rishimiz mumkin bo'ladi. E'tibor bersalaringiz, bizda databasedan o'chgan, lekin recycle view'da load data bo'lmaganligi uchun ko'rinmay qolgan mana. Xo'p, siz buni ko'rishingiz mumkin mana bu yerda. Misol uchun Qumriyevani o'chirib tashlaymiz endi. Yoki Eshmat Toshmatovni. Ha'ni bossak, mana u ishda darrov recycle view load qilib qo'ydi. Mana shu table'ni biz mana bu yerdan ham ko'rishimiz mumkin. Davoga kelib turib, mana buni bosadigan bo'lsak, database inspektorni chaqirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, buni qayerdan ko'rishimiz mumkin? Layout inspektorida. Yo'q. Bu emas. Database inspector. Mana. Database inspector motion chiqmayapti. Qayerda bu? Shu yerdan ko'rsa ham bo'lar edi. Hozir topamiz uni. Ichidaydi. View da bo'lish kerak. Ha, mana bu yerda. Database inspection. Mana app inspectionda bizda hozircha hech nima ko'rinmayapti. Bitta dasturni qayta ishga tushirib, mana ko'rindi. E'tibor bering, bu room master table o'zi avtomatik yaratilgan room database tomonidan. Mana bunisi esa biz yaratgan tablecha. Mana ustiga ikkita bossam, bizda Gulchapchap Qumriyeva 18 yoshda, UID'si 3 deb turibdi. Endi bitta user mana bu yoqdan, xo'p, bu ham chiqib tursin. Mana bu ko'rinishda katta o'ynada bo'lsin bu.
emas, bunisi g'aniyli. Xo'p, bitta et qilaman. Xo'p, Eshmatov Toshmat deyman. Yoshi 20 deb qo'yaman. Saqlash. Eshmatov Toshmat saqlandi. Endi biza mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bitta update qiladigan bo'lsak, mana 4-ID bilan Eshmatov Toshmatning 20 yoshini qo'shib qo'ydi. Shu yerda barcha tabellarimiz ko'rinadi. Bu kichik inspektorcha. Leave updates bosib qo'ysak, o'zi avtomatik bizga yangilaydi. Hozir misol uchun Eshmatov Toshmatning yoshini 25 qilib o'zgartirib saqlab qo'ysam, mana bu yerda e'tibor beringlar, 25 ga o'zgardi. Hozir mana shu yoshni yana o'zgartiraman, qaytib 22 yoshga saqlasam, 22 ga o'zgarib qoldi mana. Mana bu yerda men o'zgartirdim. Bu yerda ham o'zgardi va e'tibor bersanglar, bu yerda ham o'zgardi. Mana buni gulchap-chap ham 1 yildan keyin 19 yoshga to'lsa, saqlab yuborsak, bu yerda 19 yosh, bu yerda ham 19 yoshga o'zgarib qoldi mana. Ko'rib turibsiz, database mana shunday ishlaydi. Faqat read-onlyda mana. Natijalarni ko'rib olish mumkin. Mana 50 ta raund ko'rish mumkin. Ya'ni 50 ta qatorni. Yoki 10 tasini. Master table'da mana shu bizning ID'larimiz, ya'ni table ID'lari o'zini narsalari turadi. Shu yerdan ko'rishlaringiz mumkin. Demak, mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa, barchaga rahmat. Kelasi darslarda uchrashguncha xayr salomat bo'ling.